Assalomu alaykum hammaga. Mana yangi toshqin obyektimizda 5-blokda ora yopma temirlar to'qilib beton quyishga tayyor holatda. Texnik nazoratchilarga topshirildi. Mushurdan tozalandi, suv bilan yuvildi, changlar tozalandi. Beton nasosimiz bu yerda beton tugatib, keyin bu joyda beton ishlarini boshlaymiz. Xudo xolasa 115 kuba beton ketadi. 350 markada quyilyapti. Ora yopma armaturalari 10 armaturada 20 ga 20 qilib ishlangan. Rigellar 25 lik armaturada 8 qator. Bu mana 1 metrlik 120 diafragmalar, 3,5 metrlik diafragmalar. Bu oralarda ko'rsalaringiz 10 ga 20 qilib ishlangan. Mana qo'shimcha armaturalar binoga zilzilada asosiy kuch keladigan joylarga qo'shimcha armaturalar bilan ishlangan. Bu liftimiz, zinamiz. Bundan keyin lift. Zina atrofida binoni zilziladan asosiy tutib beruvchi yadro hisoblanadi. Bu mana shaxtalar, yog'och apalkalar qo'yib ketilgan, har birlasi razmer bo'yicha joyga o'rnatilgan. Bino juda ham mustahkam. Loyihasi yaxshi ishlangan.